Bugün İsmet aka жаңа at miniptir. İsmet aka, assalomu alaykum. Qandaysiz aka, yaxshisiz? Yaxshi. Tinch. Bu qaysi at aka? Karavandan Absalom degan do'stim atay. Jamon qattiq soldingiz-ku buni. Buni 3 yashardan beri endi uyratib o'tamiz, xudo xolasa. Uloqlarga bir salom o'tib buyursa. Ishni aydang-chi. Narja qasat aka. Ko'raylik formasini. İsmet aka jamon. Qancha qaraq, muqaddam birovga berish yo'q. O'zing olib kel, tashlaysan. Qonun qo'yinglar. Shunda atlarni İsmet aka sizga yurotib berdi, beradi o'xshaydi-a? Bu do'stim oti. Bilen do'stim qo'ygandan buni yurotib chavish kerak-da. Qo'ldan kelgan narsa nega oyana oldi? İsmet aka, siz ilgarikilarмен qo'sha chavib qoldingiz. Hozirgi palvonlarda bunday sorun masalasida otni nesi bilan yaxshi kelisha olmay o'shanday narsalar o'ta ko'p bo'ladi ekanda. Negizi sorunni qanday bo'lish kerak? Palvon bilan otni. Sorun mana bizlarning uloq chap yurib ko'pdan beriladi. Unday qatganda sayz uloqlar bilan ko'rganmiz. Endi ota bolarimizdan uqqanimiz. Halal bo'lish uchun sorun 3 ga bo'linadi. Bittasi otning tani, bittasi egasining tani, bittasi palvonning tani. 3 ga bo'linsa halal bo'ladi. Liboy yerda. Ana aytganim ikkinchisi palvon xalqi otning egasidan sorun talashmash kerak. Shunimi? Palvon xalqi. Ha, palvon xalqi. Nima uchun? Otboqisha mo'moy narsa emas. Otni pulga oladi, tun uyqusini bezib bostiradi, suv utat, tayyorlaydi. O'sha otning egasi nimani bersa, ma'qul ko'rib, shuni olib ketaverish kerak. Asli shunday bo'lib chopqanmiz-da biz. Boqamchi hozirda shu. Nima hozirgilar o'sha sorunlar orqasidan otni ismen kelisha olmay. Biznes qilyapti. Biznes qilgan odam 1 yil chavat, 3 yil chavat to'xtaydi. Undan keyin 4-yili talada qoladi, erkakchaga. Buning ham odamning ko'ngli bor-da. Alloh kuchni berib, qo'limdan kelgan hunari buni ayanbay liboyatni yaxshi qilib ini berish kerak birovning otini. O'zing buyumga kuyganda qilib bersang, buni Alloh ko'rib turadi-da, bandasi ko'rsa ham Alloh ko'radi. Hozir O'zbekistonlarga tushyapti ekansiz. Bugun O'zbekistondan keldim uka. O'zbekistonda yaxshi ukalarim bor. Muratjon degan ukam bor, Ayibxon degan ukam bor, Batiral degan ukam. Shular 3 kun mehmon qildi. Ketira qo'y, turing, hozir soat bilan yetib keldim. Allohga shukr. Kecha kuni Tojikistonda cho'ng uloq bo'ldi. Granitsaga yetib borib, qarab turib qaytib keldim. O'talmadim, iloji yo'q. O'zbekiston polni kirib ketdi Qo'qondan. Men kira olmadim. Mana Qo'qonda O'zbekistonda biroz uloq bo'ldi, biroz chaqib qaytib kelaverdim. Rahmat. Aylanib chopgan odam izlab chavasin-da buni. Kebroq odamga eshigini oldi uloq bo'lsa borg'isi kerak. Bizga endi bu narsa shunday narsa, endi Allohning bergan oyog'ida ekan. Oldu, rahmat İsmet aka. İşine rivoj bersin. Vallahi. Polat algı jargaqning urug'i jargaq. Jargaqning urug'idan mı? 20 ekan-da. Xudoga shukr, bugun ikkinchi salom işte. Ya ikkinchi salmi var. Ikkinchi, men ikkinchi salom qilmoqman. Xudoga kelishgan. Vallahi.